Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, hammaga alangi salom. Men O'g'ilbekjon kanalidan avvalambor birinchi o'rinda like va kommentar bosishni yozishni unutmanglar. Biz Chust shahar Soybuyi oshxonasidan lavhamizni boshlaymiz. Tomosha qilinglar. Like bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Mana tashqi ko'rinish. Shunday Soybuyi'da mana hozir qishki joylar ham bor. Binalar ovozi. Mana ichkari tomonlar, mana zallar. Bu yangilik tayyorgarlikmi ukam? Ha, tayyorgarlik. Odamlar kelish uchun odamlar zerikmasin deb artib qo'yapmiz. Gap yo'q, mayli. Birinchi ochilish ozodalik. Ha, ozodalik. Nima ovqatlar bor endi? Ovqatlardan cho'qotma bor, osh bor, sho'rva bor. Shayliklardan sidoq chaylik bor, keyin abishli qiyma bor, cho'pma bor, stelar bor keyin. Steklar bor. Steklari eng zo'ri bor. Kelaverasizlar. Bizga eng zo'ri. Mol go'shtiga steklarmi? Ha, mol go'shtiga steklar zo'ri. Kelaverasizlar. Xo'p, gap yo'q, rahmat. Hozir mana oshxonaga kiramiz. Oshxonadagi holatlarni ham ko'rib baho beramizda. Assalomu alaykum, hormanglar endi. Ravshanbo. Mana povurimiz mana Qahorjon. Mana povur ukamiz mana. Hormasizlar endi. Salomat bo'ling, bol bo'ling. Bu qanaqa sho'rva endi? Qo'y go'shtiga, mol go'shtigami? Mol go'shtiga, qo'y chalg'isiga. Qo'y sho'rva deganlari shu. Rahmat. Mana Istanbullarda cho'lar qaynab turadi mana. Endi bu sho'rvalar nech puldan? 20 ming so'm sho'rvamiz. Non cho'lari bilan Non qancha? choy bilan 25 ming tushadi. Arzon ekan ha? Ha, arzon. O'tinda mana sho'rvalar bilyapti, o'tin bilan ha, hammasi. O'tin bilan. Mana shashlikka mana mangalda olovlar ham tayyor ekanda. Mana shashliklarni ko'rsatamiz. Terg'amchi, qiyma, stek. Hammasi bor. Kelaverasizlar aziz mehmonlar bilan. İçeriler issiq. Qani? Mana